Bugungi videoda sizlar atga oddiy o'yin o'ynagan holda $3000 topadigan yo'nalish haqida birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum do'stlar, Amerikan YouTuber kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugungi yo'nalishlarimizdan biri Amerikan YouTube'da eng ko'p prosmotr olayotgan, eng ko'p trend bo'layotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Albatta, yo'nalish telefon va kompyuter uchun bemalol qilsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga batafsil uni qanday qilish kerak, nima qilish kerakligini to'liq tushuntirib beraman. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'z fikringizni videoni ko'rib bo'lgach yozishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi darslik nima haqida bo'lishi kerak, albatta buni ham kommentariyada yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'p, va bizning Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz esa mana shu YouTube kanalimizning bio qismida turibdi va foydali videolar ham albatta bizda bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bugungi yo'nalishimiz Roblox degan bitta o'yin bor. Shu o'yin telefon va kompyuter uchun bor va shu o'yinda hozirgi kunda juda ham katta prosmotrlar olyapti va bitta o'yin chiqqan Night 99. Bu o'yin juda ham trend bo'lyapti. Ya'ni Roblox o'yinining ichida. Hozir men sizlarga ushbu o'yinni nima qilish kerakligi, o'zi nima qilinadiganligini to'liq sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, misol uchun bitta videosini ichiga kiramiz. Xo'p, videoga kiradigan bo'lsak, xullas men bu o'yinni sizlarga ozgina tushuntiraman. Ya'ni sizni bazangiz bo'ladi, gulxaningiz bo'ladi. Siz olov yoqib, uni rivojlantirasiz. Atrof muhitni chiroyli qilasiz. O'zingizga yaxshigina qilib bazangizni, urovenini, silasini, ya'ni kuchini rivojlantirasiz. Shu orqali o'zingizni bazangizni bemalol qilishingiz mumkin. Aytgancha, buni ayollar ham, hamma любой kishi qilsa bo'ladi. O'yin o'ynash kerak xolos. Xo'p, xuddi shunaqa narsa. O'yinda siz o'ynab o'zingizni bazangizni albatta kuchaytirasiz. Endi xuddi shu o'yinni qanaqa o'ynash kerakligini men sizlarga hozir birdan ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, o'yinni o'ynashimiz uchun albatta bizga Play Marketdan Roblox o'yini kerak bo'ladi. Mana shunaqa Roblox deb qidirasizlar va mana menda men skachat qo'yganman, просто menda обновить bor. Hozir men обновить qilib, o'yin ichiga kirib bir batafsil ko'rsatib beraman. Xo'p, mana skachat bo'ldi o'yin. Mana igratga bosaman. Bosganimda sizlarda mana shunaqa oyna ochiladi. Agar sizlarda unaqa oyna ochmasdan birdan ro'yxatga o'tish so'ralsa, pastda I have not account yoki menda account yo'q degan ustiga bosasiz va u yerda sizdan login va parol so'raydi. Loginga o'zingizlar, men misol uchun ismimni kiritganman, siz ham ismingizni kiritasiz va bitta parol o'ylab topib parolni kiritasiz. Shundan so'ng sizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Men hozir kompyuterni telefon versiyasida kirib ko'rsatyapman do'stlar. Xo'p, zvukni yo'q qilib olaman, chunki o'yinda ichida zvuk bor. Kirganlaringizdan so'ng sizlar home, ya'ni главный o'ynadasizlar va bu yerga qidirgichga Night 99 deb qidirasizlar. Mana Night 99. Qidirganlaringizdan so'ng mana shu o'yin chiqib keladi. Mana shu o'yin ustiga bitta bosasizlar va mana yerda playga bossanglar o'yin boshlanadi. Xo'p, o'yin haqida hozir ma'lumot berib ketsam, bu o'yin hozirgi vaqtda mana ko'ryapsizlar, 450 mingta odam o'tiribdi. Bu degani hozirgi vaqtda ham juda ham trend. Hali ham amerikaliklar vaqti hozirgi vaqtda to'g'ri kelmaydi. Agar ertalablar kirsanglar, o'sha 1 millionga kishi kirib o'tirgan bo'ladi do'stlar. Xo'p, o'yinning ichiga kirish juda oson. Mana shu videoga playga bosasizlar. Bosganlaringizdan so'ng mana shu o'yin ichiga kirizadi. Xo'p, o'yin ichiga kirdim. O'yin mana shunaqa narsalardan iborat. Sizlar mana shu ochilgandan so'ng mana yerda sariq mana bunaqa reshotkalar bor. Bular ichiga kirib sizlar o'yinni boshlashdan kerak. Xohlasanglar mana sheriklar bilan ham o'ynab, bular nima qilishga e'tibor berib ham o'yinni o'rgansangiz bo'ladi. Juda oson. Yana ham o'zingizlar mana shu ochsalaring bo'ladi. Sazit qilasizlar. Kim bruzinglar, faqat bruzinglar bo'lsa sazitga bosasizlar. Mana 10 soniyadan keyin o'sha o'yin boshlanadi. Mana bizda hozir o'rmonda paydo bo'lamiz. Mana Vyjivaniya 99 nochi. Xo'sh, boshladik bunda biz o'yinni. Mana yerda reklamani olib tashlash kerak edi o'zi. Xo'p, mana biz boshlab oldik. Biz mana shu gulxandamiz. Xo'p, gulxanni olov bilan yoqishimiz kerak. Mana o'yinni o'zi ham tushuntiradi. Mana boltani ustiga bosamiz, kelamizdagi mana bu yerga uramiz. Mana 3-4 marta ursanglar, mana shu yog'och bizaga paydo bo'ladi. Xo'p, bosgandan keyin birni tanlaysizlar. Bu bir sizlarni o'sha mana bu o'tinlar yig'adigan narsa. Mana shu o'tinni yig'ib olasizlar. Mana. Xuddi shunday yig'ib, olib kelib, olov ustiga bosasizlar. Mana olov ustiga kelib, o'tinni mana chiqarasizlar. Mana olov yondi. Sizlarni mana ko'ryapsizlar, mana chegaralaring. Mana yerda sizlarga zadaniya beradi. Qanaqa zadaniyalar? Mana shu bolani topish kerak deydi. Bola shu atrofda o'rmonda bo'ladi. Faqat hozir e'tibor bersanglar, o'rmonda qanaqadir katta devor turibdi, ko'rinmas. Bu devor o'sha o'yinda hali siz uroveningizni ko'tarmaganligingiz uchun ochilmagan. Men bu narsa haqida ham tushuntirib beraman. Bu sizlarni mana shu e'tibor bergan bo'lsanglar, men buni videosida har xil chiroyli narsalar qo'ygan. Mana shu narsani qo'yadigan narsa mana bu bo'ladi. Mana eni bosasizlar ustiga, mana
quradigan narsani уровенini ko'taradi. Bu yerda karta bor. Xohlasanglar kartani qo'yib qo'yasizlar, maytga joylashtirib, o'zingizlar qayertasizlar, nima qilyapsizlar ko'rsalaring bo'ladi. Juda oson. Ovqatlanishlaring kerak bo'ladi, jonlaring bo'ladi. Mana bitta mana qizil narsa jon. Mana bu quyonni urib, o'ldirib, go'shtini olib, gulxanda pishirib yesanglar bo'ladi. Ursanglar mana go'shti paydo bo'ladi. Birni tanlaymiz. Mana yerdan F ni bosib olsanglar bo'ladi. Telefonda oddiyroq olinadi, juda oson olinadi. Xuddi shunaqa do'stlar. Borasizlar, o'tinni kuchaytirasizlar mana yerda уровенni ko'tarasizlar. Karta keyin kengayadi. Mana bu o'tinni kuchaytirganlaringdan keyin, hozir menda o'tinimni olib o'tgan. Ko'tarilgandan keyin sizlarga mana shu kartada har xil narsalar ochiladi. Mana bu yerda tayyor o'tin bor. Mana bunaqa joy bor. E'ni bosib tursanglar, bu yerda sizlarga sandiq qayerda ekanligini ko'rsatadi. Mana bu tomonda sandiq bor deyapti. Mana o'tinlar bor ekan. Bularni shaq olamiz. Xo'p, 5 ta oldik. Mana borib hozir o'tinni yoqsam, o'sha ikkinchi уровеньga o'tsa kerak, adashmasam. Hozir sinab ko'ramiz. Xo'p. Mana do'stlar, o'sha ikkinchi kartaga o'tib, ko'rdinglarmi? Sal kengayish bo'ldi. Qaranglar. Kartada mana yerda zonalar ochildi. Ko'ryapsizlarmi? Mana yerda zonalar ochilyapti. Mana o'chirib qo'yaylik. Mana zonalar ochilib aytyapti. Dostupni yangi kartalar qo'shildi. Uylar bor, ichini ochib, bemalol ko'rishinglar mumkin. Lekin shunga yarasha sal o'yin qiyinlashadi. Ya'ni nimalar, misol bo'rilar paydo bo'ladi, boshqa narsalar paydo bo'ladi. Xullas shunaqa do'stlar. Mana shu o'yinni o'ynab, sizlar o'zingizlarni yashashlaringni ko'rsatib berishlaring kerak. Faqat ekran zaps orqali ishlaysizlar. Xo'p, bugungi video roligimiz shundan iborat edi. Men sizlarga deyarli tushuntirdim degan umiddaman. Albatta, like bosib qo'yinglar va keyingi yo'nalish yoki nima haqida chiqarishim haqida kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Rahmat.